Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston finalga chiqsa quvongan bo'lardik. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. O'zbekiston milliy terma jamoamizning mundialdagi ishtirokini barchamiz katta intiqlik bilan kutayotganimiz rost. Qolaversa, bu borada ko'pchilik va shu jumladan xorijiy mutaxassislar ham Fabio Cannavaro boshchiligidagi bosh jamoamiz to'g'risida o'z fikr va mulohazalarini bildirishda davom etmoqdalar. Bu albatta o'ziga yarasha qiziq. Rossiya futboli jamoatchiligi tomonidan ham tez-tez ko'zga ko'ringan mutaxassislarning bildirayotgan munosabatlariga ko'zimiz tushib qoladi. Bu borada esa o'zimiz harakat qilib, bevosita rossiyalik mutaxassis bilan bog'landik. Jumladan hozirda Rossiya 1-divizion ishtirokchisi sanalgan Yenisey klubiga bosh murabbiylik qilib kelayotgan tajribali Sergey Tashuyev savollarimizga javob qaytarishga rozilik bildirdi. Sergey Abuyzidovich, ushbu intervyuga rozilik berganingiz uchun tashakkur. Bilamizki, siz ayni paytda Rossiya 1-divizion ishtirokchisi, Yenisey klubi bosh murabbiysiz. Aytingchi, u yerdagi ishlaringiz qanday? Albatta, Yeniseyda o'zimni yaxshi his qilyapman. Muxlislarning ishonchi va muhit menga ma'qul kelyapti. Yaxshi natijalarga erishishimiz uchun hali ko'p ishlashimiz kerak. O'yin tashkil qilish, vaziyatni o'zgartirish va jamoani yanada shakllantirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Oldinga intilish asosiy rejamiz. Minskda yozgi yig'inni o'tkazmoqchimiz va o'zbek klubiga qarshi o'yin o'tkazishimiz ham mumkin. Endi asosiy mavzuga o'tsak, siz bilan jahon chempionati haqida gaplashmoqchiman. Mundialda qaysi terma jamoalarga muxlislik qilasiz? Jahon chempionati haqida gapirganda bir qator terma jamoalar qatori tabiiyki O'zbekistonga ham muxlislik qilaman. O'zbek futbolchilarini yaxshi bilaman. O'z vaqtida Mirjalol Qosimovni Samaradagi o'yinlari orqali juda yaxshi tanirdim. Shuningdek, Sergey Lushanni ham bilaman. Hozirgi avlod futbolchilari ham ajoyib. Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayevni aytishim mumkin. Uni ayniqsa Fakirga qarshi o'yinlarini yaxshi eslayman. Albatta, Manchester Cityda o'ynayotgan himoyachi Abduqodir Husonovni tilga olish lozim. Uni Energetik BGUda o'ynaganini bilardim. O'shanda u yoshgina yigitcha edi. O'z vaqtida meni jamoam Energetik BGUda qarshi o'ynagan. Biz 1-0 ga yutgandik. O'sha uchrashuvda o'zbek yigiti yomon o'yin ko'rsatmagan. O'shanda u bizga qarshi o'ynagandi. Hozir esa Manchester Cityda kuladi. Abduqodirga keyingi faoliyatida ham omad tilayman. O'zbekiston milliy terma jamoamiz o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. Ma'lumki, siz o'zbek futbolini sobiq ittifoq davridan beri bilasiz. O'zbekistonning mundialda ishtirok etishi siz uchun nimani anglatadi? O'z vaqtida Toshkentda bir necha bor bo'lganmiz va Qibrayda, keyin adashmasam Chirchiqda yig'inlar o'tkazganmiz. O'zbek futbolini bilaman. O'sha paytda Valeriy Kechinov yosh edi va uni yaxshi tanirdim. Iqtidorli bola edi. Paxtakorni ayniqsa 1979-yilda halokatga uchragan jamoani yaxshi eslayman. An, Fedorov va yana boshqalar o'zbek futbolini eng yorqin futbolchilardan edi. Shuni aniq ayta olamanki, doim sizlarda iqtidorli o'yinchilar bo'lgan. MDHdan faqat O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi va barcha qatori men ham albatta terma jamoangizga ishqibozlik qilaman. Milliy termamiz Fabio Cannavaroga ishonib topshirilganini yaxshi bilasiz. Sizningcha italiyalik mutaxassis terma jamoamiz bilan syurpriz ko'rsata oladimi?